Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ro'za tutib, ibodatlarda bardavom bo'layotgan, kechqurun tarovihlarida, hatmi Qur'onlarda, qiyomul layllarda ibodatda turgan, erta tongda, saharliklarda duo qilayotgan siz bizlarni Alloh ibodatlarimizni husna qabul aylasin. Azizlar, inson doimo Allohning ne'matidan bahramand bo'lib, yaxshi yashashga o'rganib qoladi. Yaxshilikka, kengchilikka, qanday bo'lsa ham yaxshi sharoitga moslashib boramiz ekan. Bir paytlar kunlar juda issiq bo'lgan paytlarda ota-bobolarimiz kunni issig'idan ma'lum bir o'zlarini qodir bo'lganicha saqlanishgan. Uylariga toklar ekilgan, salqin anhorlar bo'ylariga o'tgan, keyinchalik bir yoshroqlar kattalarni, ota-onani qo'llarida yelpib turgandir. Ana bundan keyin maxsus shamol qiladigan asbob anjomlar chiqdi. Undan keyin hozirga kelib esa konditsionerlar chiqdi. Hamma uyda soya salqin qilishga harakat qiladi. Suvlar sochamiz. Xullaski hamma intiladi, issiqdan qochadi. Lekin ozgina sabr qilsak bu issiq o'tib ketadi. Qolaversa, bu juda ham dahshatli ham emas. Bir ozgina salqinga o'tganda uni issig'ini taftidan o'zimizni ehtiyot qilishimiz mumkin. Lekin azizlar, qiyomatda shunday issiq bo'ladiki, shunday harorat ustun bo'ladiki, eng yomoni, eng dahshatlisi qochadigan salqin joy topa olmaymiz. Tangacha keladigan salqin bo'lsa edi, soya bo'lsa edi deb qolamiz. Biz mana shu kunga tayyorlanishimiz kerak azizlar. Ba'zan bolalarimizni boshidan issiq o'tmasin deb hamma sharoitini qilamiz. O'zimiz ham boshimizdan issiq o'tishligini ehtiyotini qilamiz. Lekin uzoq yillar qiyomatda mahshargohida ham quyosh nayza barobari kelib qolgan bir palladagi issiqlikda soyaga qochishlikni bu dunyoda hayot bo'lib turganimizda tayyorgarligini ko'rishimiz kerak. Qiyomat qoyim bo'lganda quyosh nihoyatda yaqin kelib qolar ekan azizlar. Shu darajada issiq bo'lib ketar ekanki, mahshargohda turgan odamlar chidab bo'lmas darajaga keladi. Mahshargohda 50.000 yil turiladi. U mahshargohda bir kuni 50.000 yilga teng hozirgi hisobimizga. Birinchidan quyosh kelib qolganligidagi issiq va insonlarni bir-biriga jips turganligidagi o'zlarini haroratidan chiqadigan issiqlik. Hamda o'sha kunda do'zaxning olovi insonlarga yaqin kelib turadi. 3 tomonlama issiqlik bo'ladi. Odamlar tanasidan chiqqan terlari gunohlariga qarab miqdoricha ko'milib turadi. Kimdir to'pig'igacha, kimdir tizzasigacha, kimdir beligacha, kimdir yelkasigacha, kimdir tamomila badandan chiqqan terlarga botib turadi. Qani endi soya bo'lsa-yu rohatlansa, lekin topa olmaydi. Hatto shu darajada bo'lib ketar ekanki, odamlar mahshargohda qiynalganlaridan tezroq hisob-kitob bo'lsa-yu devorar ekan. Qiynalganidan. Lekin mehribon Robbimiz payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam orqali mana shunday dahshatli issiq kunlarida biz uchun maxsus tayyorlab qo'ygan soya salqin joy borligini aytib o'tib ketdilar. Bunga harakat qilishimiz kerak ekan. Bugun sizlarni azizlar birgalikda mana shu soyada qiyomatda hamma qiynalayotganda rohatlanib turadigan bir soya ostiga chaqirmoqchimiz. Buni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning quyidagi hadislari orqali o'rganamiz. Imom Buxoriyda Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan ushbu hadis. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunday deydilar: "Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu." 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan mahalda ushbu soyada soyalantiradi. Ya'ni 7 toifa kishini Allohning arshini soyasida turishlikka ijozat berar ekan. Bu yerda Alloh o'zini soyasi deganda Allohning o'zini soyasi tushunilmaydi, balki Allohning arshining soyasi. Mana shu Allohning arshining soyasida faqatgina 7 toifa kishi tura olar ekan. Endi tasavvur qiling, hech qanday soya yo'q mahalda. Shunaqa hamma doti fig'on qilib turgan mahalda Allohning arshini soyasida turishlik bu dunyodagi eng rohat joy. Hali jannatga kirmadi, hali hisob boshlanmadi. Lekin Alloh mana shu insonlarni qiyomatdagi dahshatdan ham,
o'sha mahshargohdagi qiyinchilikdan ham ehtiyot qilib o'z arshini soyasiga mehmon qilar ekan. Ular kim azizlar? Hammamiz bo'lishimiz mumkin. Faqat bizdan bunga harakat va taqvo kerak. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. Birinchisi al-imamul adil, adolatlik imom. Va shabbun nasha'a fi ibadati robbih, Allohni Robbisini ibodati ila o'sib ulg'aygan yigit. Va rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, va shunday kishiki uning qalbi masjidlarga bog'langan. Va rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi, va ikki kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radilar, Alloh uchun jamlanadilar va Alloh uchun ajraladilar. Va rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin va jamalin faqala inni akhafulloh. Va shunday bir kishiki o'sha soyada turadigan, uni mansabdor bo'lgan yoki go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilganda men Allohdan qo'rqaman deydigan odam. Va rajulun tasaddaqa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Endi yana bitta kishi shunday kishiki u Alloh yo'lida sadaqa qiladi va buni maxfiy tutadi. Hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilmaydi. Va 7-chi toifa va rajulun zakaralloha xoliyan va fadat aynahu. Allohni xoli bo'lgan holatda eslaydi, zikr qiladi va yig'laydi, ko'zini yoshlatadi. Mana 7 toifa: adolatli imom, ibodatli yigit, qalbi masjidga bog'langan kishi, bir-birlarini Alloh uchun sevgan 2 kishi va zinodan ayol chaqirganda Allohdan qo'rqaman degan kishi va Alloh yo'lida sadaqa qilib uni maxfiy tutadigan kishi, hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilan ko'rsatmaydigan darajada maxfiy qiladigan va Allohning xoli bo'lib eslaganda yig'laydigan kishi. Mana shular 7 toifa bo'lib Allohning arshini soyasidan joy olar ekan. Keling ularga yaxshiroq tanishib olaylik. Birinchisini al-imamul adil dedik. Adolatlik imom bo'lsa. Hozir adolatlik imom deganda hammamiz masjidning imomini tushundik. Hammada shu tasavvur bor. Albatta imom deganda masjidning imomini tushunib o'rganganmiz. Lekin bu yerda umumiy ma'noda imom deganda xoh u hukamo bo'lsin, xoh u bir korxonani rahbari bo'lsin, xoh bir ta'lim maskanining rahbari bo'lsin, xoh bir ishlab chiqarish sanoatning rahbari bo'lsin, xoh u oilaning rahbari bo'lsin. Adolatlik rahbar bo'lsa, u albatta Allohning arshini soyasida turadi. Adolat deganda mazlumga yordam berish, zulm qilmaslik, ishchilarini bir-birlaridan ajratmaslik, biriga ko'proq vazifa berib, ikkinchisiga ozroq berib, haqqini bir xil qilib, biriga imtiyoz berib, birini qiynamaslik. Qo'yingki, adolat mezoni qanday bo'lsa, mana shunga amal qilgan har bir rahbar inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy topadi. Oilada ota ham adolat bilan turish kerak. Korxonalarda ham adolat bilan tursakkina inshaalloh adolat bilan turgan har bir rahbar, imom Allohning arshini soyasidan joy oladi. Agarki u masjidning imomi deb to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganda ham imomga ham adolat talab qilinadi. Adolat shundayki, odamlarni ezgulikka, amr ma'ruf to'g'ri yo'lga boshlashlik. Mana shu ishida adolat bilan tursa, bu ham inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy oladi. Ikkinchi, Allohning arshini soyasidan joy oladigan kishi va shabbun nasha'a fi ibadatillahi yoki fi ta'atillahi keladi ikkinchi bir oyat. Shabbun deb yigitni aytadi, o'smirni aytadi. Nasha'a fi ibadati robbih, Robbisini ibodati ila o'sib ulg'aygan. Ikkinchida ta'atillahi dedi, Allohning toati bilan katta bo'lgan. Yoshligidan mana shu ibodat ila o'sib ulg'aygan. Mana shunday yigit Allohning arshini soyasidan joy oladi. Bu faqatgina namoz o'qib qo'yayotgan yigitlarni tushunmaslik kerak. U butun hayotini Allohga toatga bag'ishladi. Alloh qaytargan narsadan qaytdi. Nima uchun ayni yigit kishi nazarda tutilyapti? Chunki gunohlarga eng beriladigan yosh mana shu yosh o'smirlik. Mana hozir o'smirlar, yigitlar bizni eshitib turgan bo'lsangiz, Allohning arshini soyasidan joy olmoqchi bo'lsangiz, mana shu ibodatla unib o'smoqlik kerak. Toatla unib o'smoqlik kerak. Bu faqatgina namozni o'zinigina tushunmaslik kerak. Namoz, roza, zakot emas. Faqat buni emas, bu ibodatlarning gul tojilari.
ammo lekin ko'zimizni haromdan olib qochish, zinodan qochish, fahshdan qochish, birovni haqqiga tajovuz qilishlikdan qochish, yomon fe'llardan qochish, bularning hammasi ham Allohning toati. Shuning uchun bu narsalarda qilinmaydi. Agar bularni ham maromiga, maqomiga yetkazib, butun hayotini o'zini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatiga muvofiq qilib o'sib ulg'ayayotgan, toatda, ibodatda, taqvoda turgan yigitlar bo'lsa, inshaalloh Allohning arshidagi soyasida rohat